Rahmat. Birinchi muhabbat ismi. Yulduz ismi, xotinim, ayolim. Nechinchi yildan boshlab ularni sevgansiz aynan? Hozir aytaman, 2013-yil sevganman, 2021-yil uylanganman. Aynan mana shunday Yulduz opani yulduzli sevgiga erishish siz uchun qiyin bo'lmadimi? Ko'zingizga nega turib yosh to'planyapti? Nima sababdan? Hammasi joyidanmi? Ayolingiz yaxshi bilan? Sog'liqlari, salomatliklari? Salomatligida ozgina muammo bor. Sog'ayib ketishini so'rayapman. Ismi Yulduz. Agar Allohim menga jannat nasib qilsa, jannatda ham xotinimni so'rardim yonimda bo'lishini. Shunday go'zal, shunday nafissan, arazing ham yoqimli ishon. Sog'ligida muammo bo'lgani uchun boshqa oila quring deydi. Yo'q, menga boshqasi kerak emas deydi. Agar endi hozir ko'rib turgan bo'lsa, seni yaxshi ko'raman, kutaman baribir. Bersa, berar, bermasa boqib olamiz. Uyimdagilar ham seni yaxshi ko'rishimni tushunishni xohlayman. Boshqa hech narsa yo'q. Vafodorim mani, ilk bahorim mani. Necha yil bo'lyapti birga hayot kechirayotganinglarga aynan? 2021-yil 5-avgustda to'yimiz bo'lgan. Aytyapman, keyin yashaylik deyapman. Endi orada xasta bo'lganligi bois gaplasha olmadik. Yasha olmadik birga. Ota-onangiz fikrlari qanday aynan mana shunday? Ota-onam yaxshi ko'rishimni tushunishyapti. Endi u vodiyga ketmayapti-da. Toshkentdan uylanganman. Demak, hozir ularga eng o'sha dilingizdagi gapni ayta olasizmi? Ikkovsi shuni o'zi kifoya, shuni o'zi menimcha ularni o'sha dillariga yetib borsa kerak. Agar meni ko'rib turgan bo'lsang, seni yaxshi ko'raman. Sendan boshqasi kerak emas. Yetar shuncha yalanganim, meni ham qiynama endi. Qayt yashaylik birga, ota-ona bo'laylik. Bo'lmasak boqib olarmiz. Men sen uchun yaralganman. Sen men uchun. O'sha o'zingiz xohlagan, o'zingiz niyat qilgan orzularingizga erishing va o'sha mustahkam, ya'ni Yulduz opamiz bilan birga baxtli hayot kechiring. Qo'sha-qo'sha farzandlaringiz bo'lsin. Ularning o'sha quvonchlarini ko'rib, xursand bo'lib, mana biz baxtli oila bo'lishga erishdik. Qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan biz buni uddaladik degan gaplarni aytish nasib qilsin va albatta o'sha baxtli holatlaringizda ham biz sizdan intervyu olaylik. Sizdan aynan quvonchingizni ko'raylik. Rahmat. Bunchalar zo'rsan.